Assalomu alaykum. Universal 95 10 oktyabr sanasi bilan ishlanayotgan va pulxlarimizning kichkina video obzor. Buxoro Bamket tumanida 1654 Laval traktor uchun ishlanayotgan pered plojniklari bilan qo'yiladigan etib podstavkalarni yasab beramiz. Bu podstavkalarni ishlab bo'lganimizdan majburmiz tergan holatida terish uchun majburmiz bir qator qo'yib taxt olamiz. Yerlari so'nglik bilan o'zim qo'ydirib olaman pered plojnik, paka 5 pered plojnik yasab beringlar degan uchun pered plojnik qo'yiladigan joylarni qo'yib sinimat etib olamiz. Limken atval, limken limix, limken pered plojnikdan moslanib ulkan stoykalar qo'lbola, hozir orqasining uporlarini qo'yamiz. 4 korpus pulximiz. Laval 1654 Buxoro Bobkentga. Tap shunday 4 korpus Laval 1454 uchun yasaladigan pulximiz bor. Men yerda mana. Tap shunday bo'ladi, hamma video to'liq hamma yeri limken bo'ladi. Stoykalari, orqasining trap berdilari, polovoy doskasi, boshmog'i ostida hamma narsasigacha polni limken bo'ladi, perdaxranитель bilan. Shu ko'rinishi qo'lbola stoyka 5 perdaxranитель. Mana. Bu 5 perdaxranitelь bo'ladi. Bu boltlar bo'ladi. 5 dona orqa qatorda 2 dona, oldingida 3, buni uzolmaydi. Buning izinden Qashqadaryoga tap shu stoykadan 5 korpus pulximiz bor. O'zi ramlari tayin, vajlarini zakaz berib qo'yib psixiatr. Qolgan silindri, mo'yni, bizlar yog'idan hamma narsasi tayin. Zavodskoy chaslari kelsa, u ham teriladi o'zi. Bu pulximizning ham baland plankalari, quloqlari hamma narsasi tayin. Bunda pered plojnik bo'lmaydi, pered plojnik ustuna quloq qo'yiladi. Ramlar hamma narsasi tayin. O'zi ertaga indinga terish jarayonlari